Akvatetra. Akvatetrin emas, o'sha kadvasi bor sostavida vitamin bering. Vitaminda kadva imенно ichi yaxshi yurmaydigan bolalarda so'rilish yaxshilaveradi. Sizda ichida qotadi-yu. Ichi qotadigan bolalarda vitaminda o'z-o'zidan kam bo'ladi, ikkinchalik gemoglobin ham kamayishni boshlaydi. Demak, nechinchi homiladorlik, nechinchi farzand? Birinchi homiladorlik, birinchi farzand. Birinchi farzand. Homiladorlik qanaqa o'tdi? Ugroza saqlagan yotishlar bo'lmadimi? Yo'q, men ko'psovlik bo'yicha 9-oyda yotganman. Keyin 7 oylikda gripp bo'lganim uchun yotdim. Demak, yotdingiz, patologiyada qon ketish, suv ketishlar bo'lmadi? Yo'q. Угрожающийlar bo'lib tushish xavfi bo'lmadi? Yo'q. Alisa? Qanchalik bo'ldinglar? Bugun 4 oylik bo'ldi. 4 oylik bo'ldinglar, yaxshi. Uyqulari qanaqa? Shu uyqusi yaxshi emasda. Radomdan necha kunda chiqqansizlar? 5 kunda. Poyez tuqqansiz? Ha, o'zim tuqqanman. Tug'ilishdan yig'lab tug'ilgan. Yo'q, yig'lamagan. Gipoksiya bilan tug'ilgan. Qo'g'irchoq, tikka qo'g'irchoq. Yig'lab tug'ilganmi? Yo'q. Yo'q, a? Sal ko'karib tug'ilgan. Ko'p yorolmaganmidi? Yo'q. Yo'q. Suv yutib tug'ilgan. Suv transpiratsiya bo'ldi. Keyin kindiga qachon tushdi? Kindiga 8 kunligida tushdi. 8 kunligida tushdi. Bola tug'ilgandan keyin qarang, kislorodga qo'yishmadi, o'zida bo'ldi. Sarg'ayishlar bo'lmadimi? Yo'q, sarg'ayish yo'q edi. Ko'karish bo'lgan. Ko'karish bo'lgan burunlab atrofda. Dahan titrarmidi, yo'qmi? Titrardi. Titrardi. Unga ham lecheniya olganmiz, 1 oyligidan keyin. Yaxshi, yo'q, hozir yaxshi hammasi. Tak, hozir menga shikoyat. Dahan titrashi, burunlar atrofda ko'karish slehka unaqa vahimali emas. Kuchanishlar, baqirib uyg'onib turishlar, cho'chishlar. Uyqusi bo'yicha bizda shikoyat bor. Uyqusida muammo bor. Ichki kelishlar qanaqa? Qorni yumshoq lekin. Ichi shu cherizdan keladi. Normal, o'zi keladi. Keltirib olmaysiz. Keltiraman. Ha, keltirasiz. O'zi kelmaydi? Kecha lekin o'zi keldi. Ko'krak sutidamisiz yoki aralash skarnma? Aralash, lekin mana shu 2 haftadan beri polni smesga o'tgan. Polni smesga o'tgan. Nega? Sut yo'q. Sut yo'q. Bolani qorni to'yyaptimi davomida? Ba'zan qorni 90-100 beraman. Yana o'ylamini shu 3 soatdami? 2,5 soatda juda otlaydi. Qorni ochib beradi. Bo'ldi, yaxshi. Qarang, endi hozir mana 4 oylik bo'ldinglar. 4 месяца degan Heinz, Frutanyanya, Nestle'larning kashalari bor, vodkalari. O'shalarni ozgina suyuqroq qilib, sekin boshlaysiz. Prikorni qo'shishni boshlaysiz. Xo'p? No, hali pyurelarga erta. U где-то bir 6 oydan keyin овощной pyurelar qo'shasiz. Kabachkovoy yoki kartofilni, sabzi yoki qovoq bilan kabachok aralashib, mana shunaqa tsudnoy kapsulalarni uni 6 oydan keyin qo'shishni boshlaysiz. 6 oylikdan boshlaysiz. No, hozir 4 oydan o'zini spesialni 4 oylikdan boshlagan kashalarni qo'shasizlar. Xo'p? Banan, olmalar hali mumkin emas. Atak bola yaxshi, o'sishlar hammasi joyida.